Fuqaro Ahmedov, sen bedarak yo'qolganlar ro'yxatidasan. Nimaga bedarak yo'qolaman? Axir qarshisida turibman-ku. To'g'risini ayt. Qayerda eding shuncha paytdan beri? Ijodiy ustaxonamda edim. Chiroq o'chib qoldi. Chiroq o'char ekan deb oradan 10 yil o'tib ketar ekanmi? Nimaga birdan yo'q bo'lib ketdingiz? Qanday qilib bunday bo'lganini o'zim ham tushunmayapman. Akam jinni bo'lib qopti. Oyimni zinadan yiqitib yuboribdi. A? Meni qo'yib yuboringlar, iltimos. Men jinni emasman. O'tmishga 2017-yilga borib keldim. Bu yo'l yopilganiga 5 yil bo'lgan. Shuning uchun ham uni jinni deyishyapti. Uch, 2, 1. Xo'sh, nimaga janjal chiqarding? Bolajoy rafiqam vafot etdi. Men sizga shu vaqtgacha nima degandim? Aytganim bo'ldimi? Siz kimsiz o'zi? Nega doim oldimdan chiqaverasiz?